Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar Akmaljon aka. Saidullo, nimaga bo'lyaptimi? Bugungi qanaqalari? Udorlaridan, tozalaridanmi? Bugun ham yengil dollarda qo'ygan. Soni nechi bosh endi bayda? 11 bosh soni, 3 ta soliq, 9 ta qo'yib. 11 bosh. Akalarda hozir biz qani endi videolarimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'yish quvozlari, chorva quvozlari va mana shunday qo'zi qo'chqor quvozlari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha mashhur qishloq Tepaqo'rg'ondamiz. Akalar, Saidullo do'stimiz xonadonidamiz. Bugun Saidullo qo'zlar tozalaridan olib kelibdilar. Xo'sa dollarda emas Saidullo? Dollarda emas, so'mda qo'yamiz ular narxini. So'mda mana akalar ko'hlami bor akalarimizga tavsiyani qilaman. Qo'chqorlarni tozalaridan. Ishlari ham zo'r ekan jonivorlarda. Zo'rlarda yurishadi. Narxi qanaqa endi Saidullo? Bugun yo'lidami bugun? Qaranglar akalar, jonivorlar. Bitta qulog'i o'ta uzuni bor ekan-a. Ha, quloq dahshatlari bor. Mana akalar, Saidullo endi bu qo'zlar qaydan kelgan bular? Qo'zlar shu O'zbekistonniki. O'zbekistonniki. Mana akalar, Qirg'izistonniki deb hamma chiqaryapti akalar. Bu Qirg'izistonniki emas. Qirg'iziston betiga. Qirg'izistondek oldini to'sin oldini. Mana akalar, qo'zlar, lekin gap yo'q, tozalaridan aka. Saidullo buni O'zbekistonniki bular-a? Ha, shu mesni qo'ylar. Mesni qo'ylar. Bo'ylari nechi bo'ladi? Bo'ylari o'lchamaganmiz-ku. Har xil. 70 80lik ham bor ekan ichida. 75 plyusga olishsin. Mana akalar 75 plyusga olaverasizlar xolos akalar. Qo'zlar lekin rasa o'zgarishga kelibdi. Yoshlari qanaqa bo'ladi? Yoshlari bir 5-6 oylik ag'bag'ida. 5-6 oylik ag'bag'ida akalar. Hozir mana tavsiya qilaman, lekin qo'chqorlar ham zo'rlaridan ekan. Oldini to'sin Saidullo. O'ta hurkak ekan Saidullo qo'ylar-a. Ha, juda hurkak ekan. Qochib ketaveradi. Lekin quloqlari ham mana shu mahni shuancha bitta. Mana akalar ketyapti turgan qo'ydi quloqni ushadi. Zo'radan mana. Quloqni qaranglar jonivor. Mashalloh. Mana akalar. Bo'yi 70 plyus mashiniki-a? Ha, 70 plyus. Qo'ylar keniklarini ko'ring haqiqatda. Razrez hamma yo'g'i chotki ekan mana akalar. Nargilar bug'doyga o'tib ketdi. Mo qaranglar akalar. Lekin addushi tavsiya qilaman bu jonivorni qulog'ini. Saidlar endi buni hamma ishi narxida-da. Shu O'zbekistonning qo'yimi bular? Mesni qo'ylar. Mesni qo'ylar akalar. Endi buni hamma ish narxida. Saidullo. Narx qanaqa bo'ladi endi buni? Narxini arzon qilib beramiz, bunaqa dollarda qo'yamiz. Emas narxi. Dollarda emasmi? Ishonaveraylikmi? Ishoninglar. Hamma qo'yapti. 100 dollar, 500 dollar. Aman kim bo'lsa Qirg'izniki deyapti mana shunaqa qo'ylar, lekin bu qo'zlarni qarang. O'zda unaqa emas. Arzonga arzon qo'yamiz. Jonivor. Mana akalar. Saidullo endi narxini, hamma ish narxida. Narxini ayting. Men ham narxiga qiziqib turibman. Tortishmisalar ham 10 tarif berganlar 3 million 200 million hammasi birdek. Toshib ketarasiz kasbdan. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, Saidullo endi 3 million 200 demang, buni oldini to'sing. Bo'ladigan realni summasini aytib, bo'ladiganini aytdim Saidullo. Ammo lekin qo'zlarga gap yo'q akalar. Qarang, dumbalar, razres hamma yo'q zo'r akalar. Hamma yo'q dahshat. Akalar. Qulog'i butunmi hammasini? Qulog'i butun kesilgan ham bor. 90% buni qashqani qaranglar akalar. Lekin jonivorlar o'tali bilan. Mana akalar. Saidullo realni narxini ayting endi bo'ladi. Real narxini 50 ming o'zi beraman. 3 million 150 ming so'm Toshkentga dastlabkasidan ketdi. 3 million 150 ming so'mdan Toshkentga doğru dastlabkasi ketdi. Akalar, xohlasa. Telefon qilgan odamni ishi bitadi. Akalar, tortishni keragi yo'q, qo'y zo'r. Buni qaranglar akalar. Jonivor. Xohlasa telefon qilgan odamni ishi bitadi, Saidullo. Telefon qilsa ish bitadi. Ammo bitta olib ayqalaman deganlarga narx plyus bo'ladi. Plyus-minus-a, xohlasa. Bularni 300 dollarga beraman. 300 dollar. O'zini olaman deyishsa. Razrezlari hamma yo'q zo'r ekan. Telefonni qilib aloqa chiqarasizlar xohlasa. Biz videolarimizda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Telefonni qilib xohlasa. Qani biz keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.